bo'lsam yuzim chidarmi? Alo. Voy, Hamidullo, bolaginam bormisan? Assalomu alaykum. Ona yaxshimisiz? Charchadim. Telefonam qilaysana. Ona men ishda edim, birinchi bankroq edim. Qadroq o'zim qo'ng'iroq qilaman, xo'pmi? Bugun ish topshirishim kerak edi, onajon. O'zim qaytarib Mayli olaman. bolam, bir ovozingni eshitdi yo'ldim. Ulgurmadim tavba qilishga. Musulmon bo'la turib men nomard, bilmayin Allohga berdim pand. Alo. Bolajonim, Ona. yaxshimisan? Qaytarib olaman dedim. O, hali telefon qilaverasizmi? Qaytarib olaman bo'sha. Alo. Telefonam qilmaysan, ha, Voy bolam? ona, qaytarib olaman. Hali telefon qilavermanglar, bezovta qilavermanglar. Men ishlayapman, iltimos. Borayin Allohim yoniga. Qur'onni tilovat qilsaydim, bekorga o'tkazma yoshimni. Qaniydi jonimni olsayding, sajdaga yekkanda boshimni. Ona, assalomu alaykum. Qaytarib olaman, chicha bandman. Men o'lsam birovga qiyinma. Qaytarib olaman dedim-ku. Bu men do'sting Baxtiyorman. Bandachilik ekan do'stim. Oningni berib qo'ydim. Nimalar deganing bu? Nima deyapsan sen? Xafa bo'lmaginu, ko'p pul topib boy bo'laman deb haqiqiy boylikni qo'lingdan chiqarding. Endi baqir, yig'la, dunyoga o't qo'y. Ammo onangni qaytara olmaysan. O'yladim mushtfar onamni. Birodar yopmagin yo'lingni, duoga ochkin bu qo'lingni. Kutmasdan shunchaki o'limni, ulgurmadim tavba qilishga. Birodar yopmagin yo'lingni, duoga ochkin bu qo'lingni. Kutmasdan shunchaki o'limni, ulgurmadim tavba qilishga. Musulmon bo'la turib men nomard, bilmayin Allohga berdim pand. Ummatingdan ranjima Muhammad, ulgurmadim tavba qilishga. Ne gunoh qildim bilmadim, Men ona qaytarib olaman, chicha band edim. shular qilmadim. Allohni Qaytarib olaman, ona chicha bandman. ulgurmadim tavba qilishga. Musulmon bo'la turib bilmayin Allohga berdim pand. Ummatingdan ranjima Muhammad, ulgurmadim tavba qilishga. Alo. Bolam, yaxshimisan? Sog'liqlaring yaxshimi? Ha, onajon. Assalomu alaykum. Ham sog'inib ketdim. Ovozingni eshitmoqchi edim, Meni kechiring onajon. Men ahvolingizni kechiring onajon. Qur'onni tilovat qilsa Aslida ko'rganlarimiz tush emas, balki yaratgan Alloh tomonidan biz gunohkor bandalarga qilgan xatolarimizni to'g'rilash uchun bergan yana bir imkoniyatidir. Siz nima deb o'ylaysiz? Xulosa o'zingizdan. men o'lsam birovga qiyinmas, bo'ldi deb ko'zlari tiyilmas. Hammaning yodidan chiqsam ham, lek onam ko'z yoshi tiyilmas.